Bugun biz Jizzax viloyatida joylashgan Aydarko'l Resort dam olish maskanidamiz. Aydarko'l Resort cho'l bag'rida barpo etilgan yashil olam. Flowers Garden Aydarko'l sohilida suv tanqisligi sharoitida, quruq iqlim sharoitida tabiat va inson uyg'unligi namoyandasidir. Bu yerda 162 ming kvadrat metr maydon yashil go'zallikka aylandi. Yerni sho'rligi hisobiga va chang ko'tarilmasligi uchun sug'orish sistemasi o'rnatilgan. 2000 dan ziyod daraxtlar soya va tarovat bag'ishladi. 9000 dan ortiq butalar hududga yangi nafas olib kirdi. 10 ming kvadrat metr yo'laklar va maydonlar qulaylik yaratdi. 200 dan ortiq xonaki o'simliklar esa ichki muhitga hayot bag'ishladi. Kuchli shamol ta'siri daraxtlarga zarar yetmasligi uchun har bir daraxtlarga tirgovchilar o'rnatilgan. Aydarko'l Resort cho'l qo'ynida ham yashil tabiat rivojlanish mumkinligini isbotlaydigan go'zal maskan. Flowers Garden bilan tabiatga yaqinlashing va Aydarko'l sohilida barpo etilgan oazis go'zalligini kashf eting.